Selamünaleyküm hürmetli abunacılar. Bugünkü cayımız merkezde. Park Roporası'nda. Yerimizde Miktar var. Yanımızda ise Halk Bankı. 6. mikrorayonda. Gireverişteki domumuzda. 3. kavatta. 3 kanalı. Remontdan çıkan cayımız Samsun'da görmüşsünüz. Kanal bismillah görüp çıksak hürmetli abunacılar. Cayımız 3 kanalı. Lekin birini bir kanalını açıp dolan net koydular. Barcha jihozlari bilan hurmatli obunachilar yurtdan konditsionerlaringiz, televizorlaringiz qoladi. Aynalari plastik, turbalari yomonli. Berimiz spamli, izolyatsiyalari ham bo'ladi, eshiklari plastik qo'yilgan, patologlar ishlangan, ustalar aslangan, aynan plastik turbalar qo'yilgan. Berimiz zal. Patologlar ishlangan, uголок qoladi. Bir dona jurnalist stolikimizga yetadi, hurmatli obunachilar. Turbalari bor, aynalari plastik. Bunda esa o'rgatimiz bilan o'rnasi. Yurtlarım neredeyse qoladi, kirmashinga ham qoladi. Yonimiz kuxnya, холодильник qoladi. Kuxnyada mebel qo'yilgan. Bunda balkonchamiz bor. Bu yerda esa do'konda qachoq bilan restoranlari bor. Uyni issiqligidan muammo bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Yaqinlarda ko'rib qo'yinglar, like, podpiska va rahmat.